Beşerlik mogo bilanla intayin yetişip olgan açıq chuchuq kavobtamlik mogo xorumisi tayyorlashni o'rganinglar do'stlar. Eng avval tayyorlab olgan mogorimizni pakiz bir adalab olgandan keyin videoda ko'rsatilgan bo'yicha parchalab tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan mogorimizni pakiz sho'pirchinik elib olgandan keyin yetarlik materiallardan go'sht, piyoz, qizil ko'klaza, samsoqlarni videoda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rab tayyor qilib olamiz. Yetarlik materiallarimizni tayyor qilib olgandan keyin qazimizga muvofiq miqdorda moy qo'yib, moy qizigandan keyin go'shtni silib, go'sht qizargach holatda bir qo'rib olamiz. Go'shtimiz toz bir qizargandan keyin piyozni silib, piyozni bir ishga qo'rib olgandan keyin bunga muvofiq miqdorda tuz, zirlarni silib, buni bir ishga aralashtirib qo'rib olamiz. Go'shtimizni muzlik bir kavobning purg'i chiqqan qadar qo'rib olgandan keyin tayyor qilib olgan mogorimizni silib, mogorimizni aralashtirib 5 minut atrofida qo'rib olamiz. Mogorimizni videoda ko'rsatilgan holatga kelguncha toz bir qo'rib olgandan keyin buning muvofiq miqdorda azroq kavob uchun azroq lazuni chizib, buni yana bir 2 minut qo'rib olamiz. Bularni bir ishga aralashtirib olgandan keyin tayyor qilib olgan qizil ko'klazlarimizni silib, bularni 1-2 minut qo'rib olgandan keyin tuz ta'min taqshab, taqsib usuva saqlab bo'ladi. Intayin yetib bo'lgan achchiq chuchuq kavob damlab mogo qo'rimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qanizlar bir oyil sinab biqinglar. Mayli non bilan bo'lsin, mayli muon bilan bo'lsin, yeyish intayin mos keladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayonga yo'llab qo'yishni, haqsiz churgunlardan birini besib qo'yishni unutmanglar. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.